Mana bunday savoldan boshlayman. Hayotning ma'nosi nima? Yo'q, men jiddiy aytyapman. O'zingizga buni qanday tushuntirasiz? Nega bugun ertalab uyg'ondingiz? Tushunaman, ha, bu qiyin savol, lekin tashvishlanmang. Tayyor variantlar mavjud. Siz faqat tanlashingiz kerak xolos. Xo'sh, hayotning ma'nosi nima? Xudoga xizmat qilish deyishadi Vatikanda va o'rta asrlarda. Bizga hayot Xudo tomonidan berilgan va yer yuzidagi vaqt faqat abadiy hayotga tayyorgarlikdir. Yo'q, hayotning ma'nosi xalqqa xizmat qilishdir deyishadi SSRda va 20-asrning boshqa mamlakatlarida. Biz insonni qudratli qilamiz va sivilizatsiyani uzoq yulduzlargacha olib boramiz. Yo'q, hayotning ma'nosi bu emas, deyishmoqda G'arbda so'nggi 50 yil davomida. Hayot, koinot va hamma narsa haqidagi yakuniy savolga javob. Sizni o'zingiz hayotingizga mazmun bag'ishlaysiz.